Dersimizni davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım. En ahırda İsrail'la Zionizm, Zionizm hareketi arkalık devletini asli keltirdi deb başlaydı Changchun Efendi. Devlet kurdu. Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bulup koşuldu. Bugünkü Tibetmi şunun okşaş. Tibet bir neçe şart şaraitini hazırlıqanlığı için yok olup ketmigen. Kompartiyanın müstemlik hükümranlığı Tibetlerini bütünley assimilatsiya kılalmadı. Tibetlerinin dalaylaması var. Bu 14. dalaylama uzun ömür gördü. O Tibetlerinin dini daisidir. İkinci şerait deb başlaydı Changchun Efendi. Tibet'nin müstakil buluş tarihi var. Bu tarihni hiç kim özgertelmeydi. Sen yoki men nihayeti qalti siyasi erbablarmi, Rim papası, Amerika'nın prezidentlerimi, Jungo'nun barliq mustabidlerimi, Tibetlerinin müstakil bolgan müstakil tarihini herkes özgertelmeydi. Tarih allımıran yüz bergen iştir. Yuşralışın mümkün, lekin özgertelişin mümkün emas. Tibet'nin müstakil buluş tarihi da Jungo'nun Tang, Song, Yuan, Ming, Qing qatarlıq 5 mühim sulalalar davrida mı? Tibet Jungo'nun bir kısmı emas idi. Bunun içinde iki sulalı Han Sula hükümranlık kılmagan. Yuan sulalisi, Qing sulalisi, Mongollar ve Manchular hükümranlık kılgan. Bu sulalalarning Han Sula bilan hech qanday alaqasi yo'q. Eşip kalgan Tang sulalisi, Song Ming sulalisinin Tibet bilen hiç kandak alakası yok. Changchun Efendi mındak davamlaştırdı makalesini. Tibet bütünley müstakil devlet. Kompartiya zo'ravonlikqa tayinib, 5 milyon kişilik harbiy qo'shinni ishga solib, Tibetga ayni chog'da bostirib kirgan. O chog'da Tibetning umumiy nufusi 5 milyonga yetmaydi. 5 milyon kişilik armiyaga qanday taqobil tura olasan? Tibetga 50 yil tajovuz qilib kirganda ko'ring vatandoshim, Changchun Efendi nima deydi? 5 milyon kişilik qo'shin bilan tajovuz qilgan. Xinjiangga qancha kişilik kirgan bo'lg'idi shu vaqtda bu tarix aniq emas, oldimizda chiqadi. 5 milyon kişilik armiyaga qanday taqobil tura olasan Tibetliklar? Chari yo'q. Jungo'nun müstemlik hükümranlığını qabul qilishga majbur bo'lgan, qabul qilmay shu vaqtda chari yo'q. Bu tarix shunga o'zgartirib bo'lmaydigan tarix, ya'ni tajovuzchilik, shundan keyin mustamlika bo'lib qolgan Tibetning tarixini o'zgartirishga bo'lmaydi. Changchun Efendi Tibetning o'ziga xos tarixi, diniy e'tiqodi va madaniyati bu millatni abadiy mag'lub bo'lishdan assimilatsiya bo'lishdan saqlaydi deydi. Tibet cho'qim mustaqil davlatlik o'rnini asliga keltirdi deb o'ylaydi va shunday hisoblaydi. Masalan, deb boshlaydi Changchun Efendi. Kosovo faqat 2 milyon nufusi bor davlat. Yugoslaviyadan mustaqil bo'lib chiqdi. Yugoslaviyaning qanchalik nufusi bor? Qanchalik qudratli edi? Lekin Kosovo g'alaba qildi. Sharqi Timur misalga alayli deydi Changchun Efendi. Qanchalik yer, qanchalik nüfus? Faqat 700 ming kishilik nüfusi bor edi. 200 milyon nüfuslik Indoneziyaning mustamlikasi edi. Lekin kishilar qo'zg'alib, kurash qildi, ittifoqlashdi. Qanchalik odam qurbon bo'ldi? Lekin Sharqi Timur mustaqil bo'ldi. Bu yerda gapning negizi nima desa, kuch yo'q dema. Halim xarob dema. O'zim ojiz dema. Agar millat ittifoqlasha olsam, bir yoqdan bosh chiqara olsam, kuch degan shu. Undan boshqa narsa o'zi tepiladi. Men to'liq optimist emas. İttifaqlasha olsam, men san qatar aytdim, yana qaytib bugun aytib qo'yayki, Angliyalik davlat ta'limotchisi Paylasov Brankovic nima deydi? Egilik huquq, sovrin huquq, bu demak ittifoqlik deganlik. Lekin Xitoy biz chet elga chiqib faoliyat qilgandan beri ta hozirgacha Uyg'urning ittifoqini buzib keldiki,
Uyg'urning ittifoqiga tajovuz qilib keldiki, Uyg'urni bir-biriga dushman qilib keldiki, bu ittifoqlikni saqlab qolish yomon qiyinga to'xtadi. İttifaqlaştı. Qanchalik odam qurbon berdi? Masalan, Sharqiy Timurda, lekin Sharqiy Timur mustaqil bo'ldi. Bu tarix bizga shuni tushuntirib berdiki, dunyoning aqimi birlikka keltirish emas. Hozirgi dunyoning aqimi buni birlikka keltirish emas, balki mustaqillikdir. Dunyoda yashayotgan, mustamlika bo'lib yashayotgan millatlarning mustaqillik bu dunyoning hozirgi aqimidir. Mustaqillik talab qilishi bu dunyoning hozirgi aqimidir. Birleşken Devletler Teşkilatı kurulganda aran 50'li devlet var idi. Bugün qarab baxsangçı, Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lgan devlet 193 ga yetib 4 hassa ko'paydi. 4 hassa ko'paydi. Bu qatam nurg'unlagan Xanzular Taybega kelib, Tibet Xanzu o'rtaq izdinish yig'iniga qatnashdi. Demak, Jungo'dan kelib, Taybedagi yig'in qatnashgan. Tibet Xanzu o'rtaq izdinish ro'yiga qatnashdi. Ulardan so'rab 10 yil burun ulardan so'rab baqaylik, 10 yil burun bular mushundaq yig'in qatnashamdi. Jungo'liklar kelib, menda Tibet deydigan yerda esilgan yig'in qatnashamdi. Men o'zgardim deydi Salchin apan. Bu yig'in qatnashgan Xanzularmi o'zgardi? Men o'zgardim deydi Changchin apan. Bugun bu yig'in qatnashgan Xanzularmi o'zgardi? Jungo xalqimi o'zgardi. Biz boshda so'zlagandek, Janvi ve Şinjan'daki Şinjan gezisining tahriri o'zgargandek, Jan Haytao o'zgargandek, hozir bu yerda Changchin nima deydi? O'zgardi. Jungo xalqimi o'zgardi. Men Tibetning kelgusiga ishonaman deb tamomladi Changchin apandi maqolasini. Bu g'arb mustamlikchilari bilan sharq mustamlikchilari, sharq deganda yarim sharq hisoblaganda Rossiyalar bor. Andan keyin Xitoy deymiz, boshqa millatlarda sharqda mustamlikchilar chiqqan yo'q. Sharq mustamlikchilarining farqi shu ekanki, g'arb mustamlikchilar agar mustamlik bo'lsa, alla o'rni qo'zg'ilib chiqilmag'an vatan kerak degan bo'lsa, ala deb tashlab bir chiqdi ekan vatandashim. Sizlar Ikkinchi dunyo urushidan keyingi 60-70-yillarga nazar solinglar. 2-3 yil ichida 50 dan ortiq davlat mustaqil bo'ldi. Bütün Avrupa mustamlikçileri hammasi bir-birlab bu mustamliklarni ozod qilib chiqib ketdi. Rodopay mustamlikchi kim desanglar, onun ismi Xitoy. Lekin hozir Changchindak Xanzular, Janvividak Xanzular, Janhaytaodak Xanzular o'tirg'i chiqib bugun Uyg'urlarni bostirma, sababsiz bostirma degan bo'lsa, Changchin apandi bugun Tibetning kelgusi shandiki mustaqillik. Hatta Dalay Lamani tanqid qildi. Nima o'tir yo'ldiga? Tibetning mustaqilligini davlatga o'rnashtirib keltirmani bu chaqiriq dedi. Balki Changchinning mush xabarlar ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Men sizlarga yaqin leksiya qilib sizlarga so'zildim. Changchin apandi so'zildim. Dalay Lamaning nima deganini so'zildim. Yevropa ittifoqi bo'yicha Jungoning millatlar masalasini hal qilishni tashabbus qildi. Jahon o'zgarib Şuna insan onundan huduqib, bunundan huduqib, o miki, bu miki deb, yoki u şöhretga, yoki bu nam ataqqa, yoki bu huquqqa, onun bunun xiris qilib ish qilsang, mag'lub bo'lasan.